Assalomu alaykum. Guruhdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Mana qo'ylarimiz, mana bular bo'g'ozlari. Bo'g'oz qo'ylarimiz mana. Bu tomonida ona bolalar. Ona bola qo'ylar bu tomonida mana. Ichida ikkita qo'chqori bor. Ona bola qo'ylarni qochirib turadi, qochqis kelganni. Qo'chqor qo'shib qo'yilsa yaxshi bo'ladi. O'rnida bitta katta qo'chqor bor, yana mana bu yerda bitta qo'chqor bor mana. Ona bola tuqqandan keyin, bir oydan keyin qo'chqor qo'shib qo'yilsa, 1 yilda ikkita bola beradi. Mana qo'ylarimiz. Mana bulari tug'adigan bo'g'ozlar. Tug'sa 20 kun, 15 kundan keyin bu tomonga o'tadi. Mana bu yerda. Mana bu qo'ylarimiz ona bola hammasi. Ichida ikkita qo'chqori bor. Sababi qo'chqor qo'shishimizning sababi 1 yilda ikkita bola beradi. Tuqqandan keyin 1 oydan keyin, yo'qsa 20 kundan keyin qo'chqor qo'shib qo'yiladi. Mana o'rnida bitta katta qo'chqorimiz bor. Mana qulog'i shalpon. Ikkinchisi mana ikkinchi qo'chqorimiz mana. Mana bu qo'zilar mana 20 kundan o'tgan. Mana bu 20 kundan o'tgan qo'zilar bor mana. Qo'ylarni qochish 40ichi qo'chqor qo'shib qo'yilsa tezroq qochadi, yaxshi qochadi. Bachadan ochiq bo'ladi, shuning uchun 40ichi qo'shib qo'yamiz biz qo'chqorlarni. Ular hammasining bolasi bor. Bu pastlarda qo'ylar tagida ko'rinmayapti xolos. Hammasining bolasi bor, ona bola qo'ylar. Mana ko'raverasizlar mana. Qo'yxonamiz mana shunday, mana oldin mana qilinadi, mana suv idish. Mana bu yerda yana qo'ydik. Havo tomonida bo'g'oz qo'ylar mana. Bu bo'g'oz qo'ylarimiz tug'ib 20. Bu yerda hozir bu joyda 50 ta qo'yimiz bor. Bu tomonida hammasi ona bola. 50 ta qo'y bor. Tagini shibin qilganmiz. 20 sm shibin. Qo'ylarda tagi quruq turadi mana. Xo'p, quruq. Tagi yana quruq turishining sababi qish yozi bilan tagidagi go'ngini, qurug'ini qish bilan qoplab olib qo'yamizda, qishda sepib turamiz. O'shanda tagi quruq turadi. Mana bu tomonida bo'g'ozlar mana. Bu bo'g'oz qo'ylarni mana tagi bo'ladigan quruq, yozi bilan yig'ilgan tagidagi quyqum go'ngini qish bilan sepamiz. Mana qo'ylar bir-biriga bo'g'ozlarni tug'aydiganlarda qo'shmaymiz qo'chqorga. Oshib qo'ysa bola tashab qo'yadi. Hozircha qo'shilgan yo'q. Mana bular hammasi qochgan bo'g'oz qo'ylar. Donasi 55 ta 60 taga boradi. Mana qo'yxonamizning uzunligi 17 metr, 18 metr. Eni 3,5 metr, oxiri bilan 4 metrga boradi. 4 metrli strapl qo'yganmiz. Yana nimani esa bo'lasizlarga hozir. Xo'p. Qo'ylarni tuqqandan keyin tug'ishiga qulog'ini pudaladi. Qulog'ini pudalganda burundagi havo yo'li ochilib, nafas olishi oson bo'ladi. Agar shunday nafas olishga qiynalsa, og'ziga qo'lni ko'ldalan qilib barmoq tiqib turiladi. Shunda yaxshi nafas olishga yordam bo'ladi. Mana qo'ylarimiz. Balandligi qo'yxonamiz balandligi 2, mana bu tomon oldi tomoni 220, orqa tomoni 3 metr. Qishiga bunaqa salafon to'sib qo'yamiz, yoziga ochib tashaladi. Orqa tomonda dimi hud bo'lish kerak, yo'qsa qo'ylar dimlanib qoladi. Qo'ylar dimlangandan keyin kasallikka chalinadigan bo'lib qoladi. Qo'ylarni usti terlaydigan bo'lsa, o'sha tepa tomonni junini bo'ynidan dumbasiga qaratib olib qo'yiladi. Junni olib tashalsa, o'shanda o'pkaga suv yig'ilayotgan bo'ladi. Junni olib qo'yilsa, o'shanda tezroq tuzalib yaxshi bo'ladi. Qo'yib, qo'yni tezagi bilan pishiriladi. Shunda bir haftaga